Dostlar, bugungi obzorimizda 12 sotik yer maydoniga ega, qurilish tugallamagan, yarim chala bitgan joy bo'ladi. Ko'rib turganingiz, ana shu arqamizdagi joy. Bu joyimizning orqa tarafi bo'ladi. Suvdan muammo yo'q, vodoprovod o'tgan, to'qdan ham umuman muammo yo'q. Gaz hozir vaqtincha yo'q, lekin o'tib qolish ehtimoli bor. Ko'cha tarafdan kirganingizda ana shu katta hol bo'ladi. Xonalar hammasi razdelniy, koridorga qaragan. Bu tarafimizda bir spalniy, zal и детский spalniy joylashgan bo'ladi. Kirganingizda o'ng qo'limizda sanuzel uchun o'rin, vanna tuvalet uchun. Kafelengen, dushovoy kabinalar hamma narsasi bor. Kirganingizda chap qo'limizda birinchi xonamiz, qanday zal qismlar bo'ladi. Beshlari bor, ko'chaga oynalar qaragan, aks falan pol ishlangan, bu yerda patologiya ekan. Ikkinchi xonamiz, chap qo'lda ikkinchi xonamiz, pol patologiya ishlangan, sifat qilib aks ramlar qo'yilgan. Bir zal qismlar ham bo'ladi. Bu to'rtinchi xonamiz детский spalniy bo'ladi. Oynalari ko'cha tarafga qaragan, peshlari bor, pol patologiyalar ishlangan, remontlar ham bo'ladi. Dostlar, bu joyimiz aytib o'tirganda 12 sotik yer maydoniga ega, ko'cha fasad tarafi 20 metrga, orqa qarab 60 metr bo'ladi. Joyimizning yarmi solingan, usti yaxshi bosib shifrlangan. Temir eshik, akvariyalar bor. Bu tarafdan o'zingiz xohlaganda solsangiz bo'ladi. Bu joyimizning narxi 14 ming dollar. Bo'ston Makler kanal nomidan borsangiz qaytarib kelishga payqasi bor. Variant ham bo'ladi. Agar kimda kim Bo'stonda domi bo'lsa, barchaga kelsanglar ham bo'ladi. Atchada egalarining nomerlarini qoldirib, bemalol telefon qilib baqasangiz bo'ladi. Do'stlar, bu joyimizning adresini kelsak, adresimiz Elliqalot tumani Iqbol Mufizda joylashgan bo'ladi. Orienti shu garajning orqa taraflari bo'ladi. Oldimizda ko'cha bor, asfalt ko'cha, 40 chiqish bo'ladi.